Jahongir uka arralar sotyapsiz, pulni qilyapsiz, dom olaman deb yuribsiz. Mana siz uchun zo'r joy topib qo'ydik. Quva tumani markazida, Gilon bozori ichida, bu tomon 7 etajli yonida, ushbu 2 etajli birinchi etajda 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Zo'r, hamma sharoitlari bor. Xo'p, bu yerda tashqarida alohida огородlar ham bor, kir yayadigan. Bu yerda sinos yo'q, sinoslar yo'q ekan. Alohida kachalka suvlari ham chiqarib qo'yilgan, ichini suvlar ko'rib turibsizlar. Xullas, zo'r ichkarini ko'ramiz, ketdik. Ko'rib turibsizlar, eshiklari ham qimmatdan qo'yib qo'ygan ekan. Xo'p, uzungina koridor ekan. Xullas, kengina. Bu tomonimizda mehmonxona mavjud ekan. Ko'rib turibsizlar, bu yerda remontlari urinib ketmagan, normal holatda turibdi. Va bu tomonimizda spalni xona mavjud ekan. Tashqariga chiqqani ham yo'l bor. Bu yerda buzilmaydigan bo'lgan uylar, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, u ham yaxshi holatda. Va bu tomonimizda sanuzel ekan. Bir qator ichkarilarni ko'rsating. Barcha sharoitlar qilib qo'ygan ekan. Olib maza qilib yashaydigan. Kanalizatsiyalari hammasi ishlaydi bu yerda. Va bu tomonimizda 6 metrli balkonlari bor ekan. Oshxonani olib chiqib qo'yishgan ekan. Alohida so'rulari ham bor ekan. Ovqat qilib bemalol choy poyda ichib damni oladigan zo'r joy. Xullas, uyimiz shu holatdagi uyimiz. Ushbu uyning narxini 25 ming so'ralyapti. Telefon qilaverasizlar, ozgina kamitib beriladi. Sog' bo'linglar, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Sog' bo'linglar, rahmat.